Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida olib kelib uстановka qilib oldik. Eniga 3 metr, bo'yiga 2,5 metr bo'lgan bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan, o'sha summasi 9.700.000 so'mga olib kelib uстановka qilib berdik. Juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamizda materiallari haqida qisqacha ma'lumot bersak, stoykalari 10/5 shiviller bo'ldi, ikki o'yoni tagi 10/5 shiviller, tepasi 10/5 profil 1.7 stenada. Ichidagi listlariga kelsak, listlari ikkilik listda, o'sha ikki qavatli variantda bo'ldi. Oldi orqa o'sha ikkilik listda bo'ldi. Ichidagi profillari 6/4 1.5lik stena. Zamoglari mana dog'lisi bir zamok. Juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnadi. Kraskalari devo kraska, mokra asfalt rangda bo'ldi. Kraskalariga ham xudo xohlasa garantiya juda chiroyli chiqdi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatsak. Darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana plotniy bo'lib o'rnadi darvozamiz. Zatorlar o'sha ko'rishlaringiz mumkin. Juda ideal holatda o'rnadi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановka mavjud. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizda ham bemalol ko'rasizlar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.